Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarni Ustaxona Tech kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun bizda yarim avtomat kir yuvish mashinasi Shivaki TG60 muammosi bizda slif yo'qligi, ya'ni suvni chiqib ketishi yo'q. Do'stlar, shuni birinchi navbatda biz tekshirishimiz kerak bo'ladi va ko'plab kommentariyalarda ham biz qayta video qilishimizga qaramasdan ko'plab savollar keladiki, menda slif ishlamayapti, baki ishlamayapti, quritish ishlamayapti. Mana shularga ham bafurja javob berib o'tamiz. Do'stlar, kelinglar, biz kir yuvish bakimizga suv soldik. Endi har doimgidek shuni umuman kir yuvish mashinasini tekshirib olishdan boshlaymiz. Xo'p do'stlar, suv soldik, to'pga uladik. Yana kir yuvish mashinasini endi birgalikda ishlatib ko'ramiz. Xo'p. Tushunarli? Kirimiz yuvib turibdi. Endi slifga diqqatimizni qaratamiz. Slif shundan uladik. Samatyok yo'q, ko'rganimizdek. Ya'ni suvni o'zi oqib ketgani yo'q. Endi slif ishlatib ko'ramiz. Keling, uni suv ham birga ishlatib ko'raylik. Xo'p, suv ishlatib ham ishlatib ko'ramiz. Do'stlar, ko'rib turganimizdek bizda sushka ham ishlayapti. Yuqorida aytib o'tgandek muammo bizda slifda bo'lgan. Keling endi mana shu slifni tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, hozir biz slifni yoqib olamiz. Xo'p do'stlar, bizda slif nimagadir ishlagani yo'q. Balkim suvni obyomidir. Xo'p, biz sushkani o'chirdik. Keling slifga olib ko'ramiz endi. Do'stlar, nimagadir suvni tortish juda ham qismadiy. Shunga kelinglar do'stlar, hozir bitta narsa qilamiz. Avval suvni slifini oxirigacha qaraylik. E'tibor beradigan bo'lsak, to'liq turibamiz suvga. Lekin tortish juda ham past. Xo'p, birinchi navbatda mana bu filtrimizni hozir men ungarib olaman. Filtrimizni birgalikda tekshirib olamiz va nasosimizni ham tekshirishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, birinchi navbatda mana bu filtr. Buni to'g'ri filtrni yechaman. Klapan filtrni. Suv. Nasosimizga ketishi qiyin ekan, demak filtrni yoqib qo'yishga gap bo'ladi. Baribir chiqarib olishimiz to'g'ri keladi. Qo'yamiz. Balki buni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qo'yamiz. Do'stlar, qaraylik. Do'stlar, biz bu suvni chiqarib tashlashimiz uchun biz chiqaramiz hozir. Men apparatni klapini yoqamanda. Keyin biz slifni nasosini yechib olamiz. Chunki muammo bunda ko'rib turganimizdek bizda chiqana qismda ko'rinmayapti. Shunchaki suvni o'zi turibdi. Shuning uchun biz klapini qaytadan ochishga to'g'ri keladi. Soat belgisi bo'yicha yopiladi, soat belgisiga teskari ochiladi. Do'stlar, nasosimizni olishimiz uchun biz kirmochlarimizni yopib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki hozir ko'rsatib o'taman. Do'stlar, xullas mana bu yerda pompamiz joylashgan. Mana shu nasosimiz, pompa nasosimiz. Mana shuni yechishimiz uchun biz vertikal kirmochlarimizni gorizontal holatga keltirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana kirmochlarimizni gorizontal holatga o'tkazib oldik. Hozir mana bu pompa nasosimizni, shu pompa nasosimizni yechib olishimiz kerak bo'ladi. Yechilishi mana bunaqa bo'ladi. Samarasi bor mana bu yerda. Mana shu samarasidan yechib olishimiz kerak bo'ladi va ichiga nazar solamiz.
Do'stlar, mana men pompa nasosimizni chiqarib oldim. Pompa nasosimizni hozir samarezlarini yechib, ichiga biror narsa tiqilgan, buning uchun tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, hozir nasosimizni bir ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bizda tiqindi ko'rinmadi yoki biz mana buni chapga ushlaganimiz uchun yo mana bu shlangda muammo bo'lishi mumkin, tiqindi bo'lishi mumkin yoki davomida yoki umuman aylanishda, hozir mana bu aylanishda muammo bo'lishi mumkin. Do'stlar, paragimiz aylanishida muammo yo'q. Kelinglar endi nasosimizni yana chuqurroq tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, endi yarim avtomat yuvish mashinasini tikka qilib, qolgan suvni ham chiqarib olsak, biz yana filtrni qaytadan chuqurroqni tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, hozir men slifni do'stlar, hozir men bitta narsaga e'tibor qaratishni xohlayman. Biz hozir mana tozaladik. Tozalaganimizda mana bu parragimizdan mana bu tiqindilar chiqdi. Ya'ni ko'rib turganingizdek parragimiz yaxshi aylanib turibdi. Videoda yuqorida ko'rganingizdek, lekin bor. Bosim bilan ishlagan paytida, ya'ni davleniya bilan ichida suv bo'lgan paytida ishlashga muammo xalaqit bergan bo'lishi mumkin. Ya'ni aylanishiga xalaqit bergan bo'lishi mumkin. Chunki tiqinni ko'rib turibsizlar, ob'yom kichkina emas, juda ham katta va parragini yengil vibratsiyasimo aylanishiga xalaqit berib turgan edi. Ikkinchidan do'stlar, mana bu atvetkamizni, pompamizning atvetkasida ham juda ham ko'p musor chiqdi. Uni qoqib tashladim. Endi do'stlar, biz uchta navbatda slifni yopib olamizda. Slifni yopganimizdan keyin hozir kir yuvish bakiga suv solishimiz kerak bo'ladi. Agar suv mana bu ulitkamizga yaxshi yetib kelmasa, demak bizda aktivatorimizni, kir yuvish bakimizdan o'sha atvetkamizga ichib bo'lgan joygacha muammo bo'ladi. Ya'ni aktivatorni ko'tarib, o'sha tugunini ham vizual suv chiqish tugunini ham tekshirishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek bakimizga suv solib oldim. Endi mana atvetkamizga suv kelishini kuzatishimiz kerak bo'ladi. Hozir men slifni ochaman. Xo'p, ko'rdinglar, bizda suv oqib ketdi. Ya'ni juda ham yaxshi oqyapti. Ya'ni bizda bu nimani dalolat beradi? Bizda yuqorida aytib o'tganimdek aktivator tuynugi, ya'ni suv ketish tuynugi bizda ochiq, ya'ni plavno kelyapti. Biz anchagina bu yerdan ham atvetkadan ham musor tozalab oldik. Endi keyingi navbatda aktivatorimizni joyiga, kechirasiz, pompamizni joyiga qo'yib, qaytadan slifimizni tokka tiqib ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi va biz shlangdan tushayotgan naporga qarashimiz kerak bo'ladi, ya'ni tushish oqimiga qarashimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, hozir mana shu pompamizni yig'ib olaman, atvetka bilan birlashtirib olaman va keyin biz videomizni davom ettiramiz. Do'stlar, men nasosimizni hozir yig'ib oldim, pompamizni. Endi slifni yoqib, tokka ham ulab oldim. Slifni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Endi kir yuvish bakimizda suv qolmadi, lekin men bu bilan qoniqmadim. Do'stlar, biz diqqat qiladigan bo'lsak, suvimizda qanaqadir tiqindilar chiqishni boshladi. Do'stlar, baribir aktivatorni yechib ko'ramizmi deyman. Kelinglar, mayli. Aktivatorni yechishdan oldin biz yana ham bir satil suv solib ko'ramiz, suv ketishi qanaqaligini. Do'stlar, men bakni to'ldirib, issiqroq suv solib oldim. Do'stlar, endi bafurga ishlatib ko'ramiz. Ya'ni suv ko'p bo'lganda shlang to'lib tushishi kerak bo'ladi, normal holatda. Mana bu holatda yaxshi hisoblanmaydi. Suv to'lib tushishi kerak, yaxshi. Lekin suvni tortishi juda ham normal, ya'ni yomon emas. Ko'rib turganimizdek bir satil suvni juda ham tezlik bilan chiqardi. Ya'ni biz baribir aktivatorni ichib ko'raman hozir. Qiziqish uchun aktivatorni ichib qarab ko'raman hozir. Do'stlar, xullas, muammo nimadan boshlanganligini sizga aytdik. Aktivatorni ko'targanimda sovun bilan kir sovunni qirg'ichdan o'tkazib, uni shu orqali yuvilgani ma'lum bo'ldi va o'shaning hisobiga bizda aktivatorimiz juda ham og'ir bo'lib qolgan, aktivatorimizni quyuq qilib sovundan qoplab qolgan ekan. Bu jarayonni boshqa videolarda ko'rsatib o'taman va muammo nimada bo'lgan? Ya'ni kir sovun baribir sovun bo'lganligi uchun u yig'ilib shlanglarda
va mana bu tuyniklarda va umuman aktivatorning tagida ham paydo bo'lgan ekan. Qaynoq suv solganimizdan keyin bizda hozir slifni va bizda slifimiz ko'rib turganimizdek держателimizni qo'yib qo'yishgan bunaqa. Yarim oy держателimizni. O'shani hisobiga ham shlanka to'g'ri bo'lmaganligi uchun ham u tiqindilarni chiqib keta olmasligining oqibatida juda ham ko'p tiqindi yig'ilgan. Do'stlar, endi slif qilib yana mana bunaqa yarim oy держателini nima yechib qo'ydim. Endi 1-2 marta slif qilishimiz kerak bo'ladi suv to'ldirib, qaynoq suv bilan. Do'stlar, mana natijani ko'rishingiz mumkin. Mana bu juda ham qoniqarli. Ko'rib turganingizdek aytganimdek, mana buni qoniqarli desa bo'ladi. Mana normal darajada mana bu juda ham yaxshi natija. Bu albatta birdan bo'lmadi. 2-3 marta slif qilindi va keyin muammoni chuqur o'rgandim. O'shanda ko'rganimizdek aktivatorni ham kelinglar, mana hozir aktivatorni ham tozalab qo'ydim. Mana bakimiz urdi. Kelinglar, mana erinmasdan aktivatorimizni sizlarga yana ham yechib ko'rsataman baribir. Miqqa do'stlar, aktivatorimizni men hozir yechib oldim. Kelinglar, ozgina shu samaramiz orqali yechib olamiz aktivatorimizni. Do'stlar, mana bu aktivatorimizning tagi nimaga bunaqa kirib bo'lib ketishini men ham sababini aytaman. Mana do'stlar, mana bu qoplamani ko'rishingiz mumkin. Bu sovundan qoplama paydo bo'lgan. Bu menimcha sovun qirg'ichdan o'tkazib parashok o'rnida ishlatilgan. O'shani hisobiga mana shu hali ham bu tozalandi. Do'stlar, juda ham qoplama juda ham qalin edi. Bu hali ham tozalangani. Do'stlar, yig'ishdan oldin men buni yana bir shtang bilan suvurib, karchi bilan urib tozalab olaman va qaytadan yig'ib olaman. Do'stlar, ko'rdinglar, yuqorida biz muammoni yengib o'tdik. Kanalimizga obuna bo'lganlar albatta kanalimizga obuna bo'linglar. O'z kanalimiz rivojlanishi uchun like tugmasini bosib, o'z izohlarni yozib qoldirishinglar mumkin va albatta yoqtir tugmasini bosib qo'yinglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta keyingi videolarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Keyingi videolarni ko'rishguncha xayr.